narxi juda arzondan ham arzon mashina ko'rsataman qadrdonlar. 2009-yil Sonus Trambler lyuks mashina, eng qiziq joyi. Ko'rasizlar, to'rtta yaxshi baloni bor, metan gaz hamma yo'q bor ekan mashinani. Eng qiziq joyi general davenisigacha qilib berilar ekan. Dokumentda вообще muammosi yo'q ekan. Kraskasi полностью bo'lgan baribir. Hozir bitta motorni atsek salonlarni ko'rsataman sizlarga. Keyin sizlarga narxini aytaman. Narxi yo'qsa podpiska, yo'qmasa atpiska qadrdonlar. Biz rozi qolgan joyiga. Xo'p, salon lyuks mashina. Endi buni yurgan probellarni gapirish o'zi noto'g'ri, sababi ular yurmagan bu mashina. Bu mashinalar yugurgan. Orqaga ham yugurgan, oldiga ham yugurgan mashina bular. Bularda narxi nima deydi? Narxga qarab olingan mashinalar. Xullas, arzonroq bitta Matiz'ni puliga dervorlaydigan yengil mashina. Opa. Mana sizlarga Sonus Trambler yurib turgan, yarim takalikka o'tib, gidrolik ham yo'g'i bor. Aynan shu motorni atsidib yaxshilab yudirib yuborish kerak ekan xolos. Yopilmadi-ku bu. Sekin jicha behurmat tashlaylar ekan-da buni. O'ziga tashlaganda ham bitta baqirib qo'yar ekan. Xo'p. To'rtta yaxshi baloni bor. Oldiga qarab cho'tga bo'lib turibdi. Kraskasi полностью bo'lgan. Narxi oxiri qo'liga tegishi 25 million 200 ming so'm. Dollarda 2050 dollar. Qadrlar nima deyapti? Kami yo'q ekan, oxirgi qo'liga tegan narxi ekan. Xo'p, narxi yoqqan bo'lsa, talak, podpiska, yoqmagan bo'lsa, bemalol atpiska. Qadrlar. Shunaqa mashina o'tkazib olasizlar-da, keyin aytasizlar, nima deydi hali? Qani nomeri deyishni bilasizlar. Nomeri har doimgidek opisaniyada bo'ladi. Shunaqa Telegram kanalini tiqilmaydi. Sababi bizda bor narsa, real narsani chiqarib beramiz. Bosinglar bo'lmasa podpiskani qadrdonlar, shunaqa mashinalar bulardan arzonlari hali oldinda. Bosinglar.